Uy sharoitida yuzingizni 5 etapli chistka qilishni xohlasangiz, bu videoni обязательно ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib yuzimizni tozalashdan boshlaymiz. Yuzdagi kir va yog'lanishlarni ketkazishimiz uchun bizga chaniy soda kerak bo'ladi. Chaniy soda bilan ozgina suv yaxshilab aralashtirib yuzimizga surtib chiqamiz va qarabsizki, yuzimiz oppoq, tiniq bo'ladi va iliq suvda yuvib tashlaymiz. Biz bo'lgan yuzimizga skrab surtamiz, ya'ni skrabni men kofedan tayyorladim. Kofe, shakar, un va ozgina suv qo'shib hammasini yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lgandan keyin yuzimizga shunaqa chiroyli qilib surtib olamiz. Agar tushunmagan bo'lsanglar, profilimni qarasanglar, kofeli skrabni videosi bor, ko'rib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Eng yaxshi ko'radigan maska mana shu chorniy tochkalarni ketkazadigan qora maskadan foydalanamiz. Chiroyli qilib faqat shu T zonaga surtsanglar o'zi bo'ladi, chunki bu yoqlarga unaqa ko'p surtmayman. Agar xohishga ko'ra surtsanglar bo'ladi. Zona bu yuzimizdagi eng ko'p yog'lanadigan joylar mana shu peshona va burun sohalari bo'ladi va qora tochkalar ham aynan shu yerda bo'ladi. Ikkinchi etap kraxmalli niqob hisoblanadi va bu uchun yarim choy qoshiq kraxmal va yarim choy qoshiq iliq suvni aralashtirib, yuzga yengil qilib surtib chiqamiz. Bu yuz sohamizni juda ham yumshatadi. Va eng oxirgisi bu ko'k choyli muz. Ko'k choyli muzni tayyorlash juda ham oson va foydasi shu darajada ko'p. Agar bilsanglar, qora maskadan keyin yuzda qizarishlar paydo bo'ladi. Ko'k choyli muz ajoyib tarzda qizarishlarni ketkazadi va yuzingizni tozalab, po'ralarni yopadi. Like bosing va obuna bo'ling.